Allo aka, kuyovingiz meni urishib haqorat qilyaptilar. Nima? Iltimos meni olib keting, men yasholmayman bunaqa inson bilan. Hozir boraman. Qani va ablah? Magazinga ketdilar. Bor, kiyimlaringni yopib chiqqin tez. Ketasan men bilan. Xo'p. Hozir kelsam, dabdalasini chiqaraman. O Marat, men senga necha marta aytganman, sinimga zulm qilmagin deb. Mazingni qochirib tashlayman hozir. Hozir sinimni olib ketaman. Qadamingni ham bosmagin uyimga. Allo aka, kuyovingiz meni urishib haqorat qilyaptilar. Iltimos meni olib keting, men yasholmayman bunaqa inson bilan. Nima qiling? Nima senga oila doim bir xilda yaxshi gaplardan, shirin so'zlardan iborat bo'lish kerak. Eringni qanaqa insonligini bilaman. Jahli chiqib so'kkan bo'lsa, o'zingda ham ayb bordir. Ajab bo'lmasa, asabiylashgandir. Ko'chada muammosi ko'pdir. Shu narsa uchun ham menga telefon qilib, oilangni buzmoqchimisan? Sabr nimaligini bilasanmi o'zi? Menga qara, ering seni urmayaptimi? Yo'q. Uradigan holat bo'lsagina menga telefon qilgin. Tushundingmi? O'shanda aralashaman. Oddiy janjallaringga yugurib borib olib keladi deb o'ylayapsanmi? Ering urib zulm qilganda men borgan bo'lardim. Mayda-chuyda janjallaringga meni aralashtirmalaring. Qolgan payt hammasiga sabr qilgin.